Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, tayyormizmi bolajonlar? Mana bu demak zar toshdan tashlab, necha chiqsa shuncha chiziq chizamiz. Tashlang. Bitta. Sarva tashlaysiz. 4. 6. 1, 2, 3. 4. Demak, sarvar ismini yoza. Muslimaga 6 tushdi. Tashla sarvar. 4 tushdi yana sarvarga. 1 2 3 4. Tashla Muslima. 6. 2. 2. 2. 2. 1 2 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5'ti. 5. Sararken 5. 2 3'te. Demek Sarvardaki 5'te oldu. Muslimaniki 7'te oldu. Demek bu oyunda Müslüman g'olib chiqdi. Nima olasan? Men rangni qog'ozlarni qo'lga kiritdi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.